20-asrning dastlabida odam qatnashidagi qiyin masalalarning bora-bora hal qilinishiga ergashib, insonlar taqozolik bilan tashqi olam bo'shlig'i ustida izlanishni boshladi. Lekin hech kim olam bo'shlig'ining ahvolini aniq bilmagachga, amalsiz bir tal hayvonni tepib tajriba qilib bormoqchi bo'ldi. Sovet ittifoqi olimlari ehtiyotkorlik bilan o'ylanishdan keyin bir sargardon itni tajriba obyekti qilishni qaror qildi. Chunki ular intayin sovuq muhitga nisbatan sargardon itning bardoshlik berish kuchi uy iti qaraganda ko'p yuqori ekanligiga ishonatdi. Shuning bilan 3 yoshlik 6 kilogramm keladigan layka ismli it tanlab olindi. Bilishimiz kerakki, buningdan burun insonlar olam bo'shlig'ida uchishga nisbatan faqat nazariya jihatda bilimga ega edi. Sobiq Sovet ittifoqi olam kemisini qaytarib kelish iqtidorini hozirlamagan edi. Yana shunday deyishga bo'ladiki, laykaga nisbatan aytganda buning bir berishi bor, kelishi yo'q halokat safari bo'lish kutilgan edi. 1957-yil 11-oyning 3-kuni saharda olimlar layka uchun uchish oldidagi eng oxirgi hozirliklarni qildi. Injener bu kichik hayvonni alohida yasalgan olam kemasi bo'limiga muqimlashtirdi. Uningga nafaslanish va yurak monitori bekitilib, olam bo'shlig'iga kirgandan keyinmi laykadagi fiziologik fikrlarni qaytarib kelishga kafolatli qilindi. 7dan 22 minut o'tganda Sputnik 2 nomerlik raketaning muvaffaqiyatli o't tutashtirilishi bilan insonlarning olam ustida izlanish orzusini zimmasiga olgan layka asta-asta olam bo'shlig'iga kirib ketdi. Keyingi izqo'g'lab xabar qilishlarga asoslanganda layka bir haftaga yaqin uchish vazifasini tamomlagandan keyin tunjuqib qilish sababidan baxtga qarshi o'lib ketadi. Lekin amaliyat rostli shundaqmi? 45 yildan keyin, ya'ni 2002-yili laykaning o'limining haqiqiy sababi ondan haqiqiy oshkorlanib chiqadi. Sun'iy hamroh qo'zg'alib necha soatdan keyin layka bevosita jiddiylik va issiqdan zaiflash sababidan o'lgan ekan. Injenerlarning bayoniga asoslanganda, bo'linmachining asliy loyihasi bo'lsa, temperatura 15 selsiy gradusdan oshgan vaqtda shamoldurg'ich avtomatik holda uning temperaturasini tuvantib berdi ekan. Lekin qo'yib berilib uzun o'tmay, bo'linmachidagi temperatura va namlik uzluksiz o'rligan. Temperaturani tushiradigan shamoldurg'ich asla hech qanday rol o'ynamagan. Layka bo'lsa, temir zanjir bilan o'z o'rniga mahkam bog'langanlikdan u asla midirlay olmaydi. Qo'yib berilgandan keyin 5 soatdan 7 soatgacha injenerlar yana laykaning fiziologik fikrlarini topshirib olgan. Bu kichik hayvon mana mushundaqla qizib o'lgan. Uning jasadimi yer shariga yana qaytib kelolmagan. 1958-yil 4-oyning 14-kuni layka o'ltirgan sun'iy hamroh olam bo'shlig'ida o'zligidan parchalanib ketganligini jakarlagan. Layka o'lgandan keyin Sovet ittifoqi uning vazifa ijro qilgan vaqtdagi suratini oshkorlagan. Rasmdagi layka bexatarlik tasmasini taqib, olam bo'shlig'i bo'lmasidan orqasiga qarab mardonalik bilan o'ltirgan. Gerçi layka olam bo'shlig'ida faqat 7 soatlar yashay olgan bo'lsa-mu, lekin uning qisqigina uchishi insonlarning olam bo'shlig'i orzusiga yangi bir sayfi ichib berdi. Laykaning buyuk to'kpisini xotirlash uchun 2008-yil 4-oyning 11-kuni Rossiya hukumati Moskvada layka uchun bir xotira munora turg'izdi. Xotira munorining atrofida o'z vaqtida laykani olam bo'shlig'iga chiqargan harbiy tadqiqot markazi bor edi. Munarning sirtqi loyisida layka raketaning ustida mardona turgan. Bepoyon koinot oldida insonlar shu qadar ojiz va arzimas. Garchi olam bo'shlig'i ustida izlanish yo'li shuncha agar to'qay va jafoliq bo'lsa-mu, ba'zi vaqtda hatto qonliq badal to'lashga to'g'ri kelsa-mu, lekin necha ming yildan buyon insoniyatning izlanish qadami azaldan to'xtab boqmagan. Oxirida ilm fanning taraqqiy qilishiga ergashib, bizning yana davomli hayotlikni tajriba bo'yima qilmaydigan texnikalarga ega bo'lishimizni umid qilaman. Har holda bu dunyoda har qanday turdagi hayotlikning hammasi hurmatlashga arziydi. Bo'ldi. Bugungi hikoya shu yerda oxirlashdi.